Tak. Va nihoyat mana qishloqqa ham yetib keldim. Qiziq, bu yerda nimalar bo'lishi mumkin? Hammaga salomlar. Mening ismim Marko va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, men bugun 13-qishloqqa keldim. Aynan o'sha legendarniy qishloqqa va mashinam ham legendarniy. Bu yerda hamma narsa legendarniy. Tak. Yomon emas. Menga yoqyapti. Maraz nima? Ajoyib. Salom jitel. Salom. Men bu yerda yashab qolmoqchiman. Qayerda uy sotib olsam bo'ladi? Uy sotib olish, men uy sotib olmoqchiman. Haqiqiy chiroylisidan. Tak, bu yerda sabzavotlar sotilar ekan. Yomon emas. O'zing yetishtirasanmi? O'zim hammasini. Qo'yil, menga 16 ta kartoshka ber. Mana, qancha bo'ladi? 3000 so'm. Yomon emas. Unchalik ham qimmat emas ekan. Mana senga 1 2 3 4 5 6 7. Ko'p berding. Bilaman. Yaxshi jitel bo'lganing uchun. Men esa uy qidirishga ketdim. Shoshma, men senga yordam berishim mumkin. Yo'q. Merni yoniga olib boraymi? Yaxshi uyga elchirib beradi. Yaxshi bo'lardi lekin. Bo'pti, ketdik unda. Qayerda edi? O'rtasidan qishloqni. Hamma merlarning uyi qishloqning o'rtasida bo'lishi kerak. Qo'yil. Shu yerdanmi? Shu yerdan. Tak, quduq mana va merniki qani? Katta uy. Ustidagi tom chiroyli qilingan. Mana bumi? Yo'q, boshqasi. Buni ham ichida sharoitlar yomon emas ekan. Sotilmaydimi bu? Yo'q, sotilmaydi. Jitel qo'rqitib yubording. Hozir. Mayli. Hech qisi yo'q, jitel, hech qisi yo'q-da. Mana shumi? Chiroyli tomi. Qo'yil. Janob mer kirishga mumkinmi? Salom. Assalomu alaykum. Va alaykum, keling. Men sizlarning qishloqda yashab qolmoqchiman. Menga yaxshi uy kerak. Bu mehmon bizni oldimizga shahardan kelgan. Janob mer, o'zingiz yaxshi uy berasiz endi. Yaxshi bo'lardi, zo'r uy bersangiz. Xullas, tog' tepasida uy bor. Yo'q, tog' tepasida. Tog' emas, shunchaki qishloqning eng tepa tarafida. Qaysi uy ekan, bilmasam. Shunchaki Ko'znitsa, faqatgina qishloq chetida. Yo'q, shunaqa joy bormi? Sharoitlari ham zo'r. Ko'rsatasanmi, jitel? Albatta, davay, rozi bo'laver. Rozi bo'laveraymi, yaxshimi? Ana shu yerdan to'g'ri ketaversang topasan. Rostdan ham qishloqning tepasida joylashgan ekan. Biz tog' deb ataymiz bu hududni. Qo'yil. Chunki tepalikda, hammaning uyidan tepada. Suv bossa ham, to'pg'ingga kelmaydi. Qo'yil. Ochiqmikan eshik? Bu yerda hech kim yashamasa kerak. Bir egasi bor edi, lekin u ozgina nima desam ekan, anaqaroq, to'ppoy degenerat. Tushunarli. Mayli, bu uyni men sotib olaman. Hozir narxini bilib olamiz, qancha turar ekan. Qimmat bo'lmasa kerak. Janob mer, u uyni sotib olmoqchiman. Qancha bo'ladi? 16 million so'm. 16 million so'm. Srazu kartamga tashlang. Kartangizga xo'p, mayli, hozir. Tak. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'sh, kelibdi. Mayli, endi uy menikimi? Sizniki. Qo'yil, shunchaki osonmi hammasi? Oson. Kalitni beraman, bo'ldi. Jin ursin, gap bo'lishi mumkin emas. Mayli, unda mana kartangizni oling va kalitni bering. Albatta. Qo'yil, siz uy egasisiz. Katta rahmat, janob mer. Bo'ldi, davay, brat, endi siz bizni qishloqda yashaysiz. Qo'shni bo'lamiz. Rahmat. Tak, shoshma, faqatgina shoshma. Nima? Uyni egasi ahmoq. Men senga aytdim-ku. Xo'sh, ehtiyot bo'l undan. Mayli, uyni egasi ahmoq emish. Do'stlar, menga nima farqi bor? Axir men krutoy uyni krutoy joyda sotib oldim. Egasi bilan nima ishim bor? Va bu uyni menga sotishdi. Xo'sh. Qani. Tak, bu yerda rostdan ham sharoitlar zo'r ekan. Aylanib o'tish mumkin. Faqatgina derazalarni nimaga qo'yib tashlashgan? Qiziq. Katta ehtimol bilan bu yerda hech kim yashamagan bo'lsa kerak. Shuning uchun ham ichkarida o'rgimchak to'rlari bo'lib yotibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu do'stlar krutoy uy menga yoqdi. Mana shu yerda endi men yashayman va bu qishloqda sarguzashtlarimni boshlab olaman. Tak, bu yerda esa bizga keraksiz narsalar tura qolsin. Xo'sh, mana bu uy menga yoqyapti. Sen meni uyimda nima qilyapsan? Nima? Bu uyni men sotib oldim 16 million so'mga. Nima? Bu meniki. Kaliti ham senda. Yo, shoshma. Nimaga yopding? Chunki bu men, sen aytgan ekanda ahmoq deb. Kimni ahmoq deyapsan? Men senga hozir ko'rsatib qo'yaman. Davay, bor. Jin ursin do'stlar, jitellarni ham nublar bo'lar ekanmi? Hayronman. Bu uyni egasi nahotki shu bo'lsa, tak. Ana bu yerda yana bitta jitel turibdi, shundan so'rab kelaylikchi, qayerda sotar ekan mebellar. Xo'y, jitel. Men sizlarning yangi qo'shningizman. Xush kelibsan. Katta rahmat. Bu yerda mebel sotadigan joy bormi? Yonimizdagi katta uy chapdagimi? Rahmat, arzimaydi. Qo'y, do'stlar, qani mebellarni ko'raylikchi, nimalar bor ekan. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum. Tak, bu yerda mebellar uncha ko'p emas ekan. Divan va bo'ldi. Gaz plitalari yo'qmi? Yo'q, zakazga keladi, faqat zakazga. Mayli, pulni qanday to'layman? Naqd. Kartangiz yo'qmi? Meni pulim hammasi kartada faqat. Yo'q. Qo'yil. Pensiyangizni qanday olasiz? Naqd olaman. Yo'q, hali ham naqd berishadimi? Berishadi mahalladan. Faqatgina naqdga zakazga oldindan to'lov. Tushunarli. Undan ko'ra do'stlar, shaftoli marketdan zakaz qilganim ma'qul. Topdingmi? Topdim, lekin menga kerak narsalar yo'q ekan. Janub tarafda yana bir magazin bor, qidirib ko'r. Mana bumi? Hop, mayli, qani ko'raylikchi.
Nima bor ekan? Okey. Katta uylarda narsalar sotishadimi bu yerda? Sabzavotlar bu yerda nima sotar ekan ko'ramiz. Xo'y, ha, menga instrumentlar kerak edi. Bu yerda bormi? Bor. Qaysidan? Hammasidan. Unda temir lopatka, kirka va bolta. Qoyil 50 ming bo'ladi. 50 ming? Ha, mayli tak. Jenurson, sizdan yana qo'shishimga to'g'ri keladi. Siz karta olasizmi? Yo'q, faqatgina naqd. Ha, mayli, bo'ldi, oldimmi? Rahmat. Ha, kelib turing. Xo'p. Do'stlar, nima uchun bu qishloqda karta olishmas ekan? Menda afsuski, naqd pul yo'q-da. Bu yerda bankomat bormi? Yo'q. Qoyil. Mayli, Jitel, senga katta rahmat. Men mana shu yerda yashayman. Qoyil. Ehtiyot bo'ldi, egasi yomon. Ha, bir tentak boyaga Jitel bor edi-ku. Tushunarli. Men undan qo'rqmayman. Bor yo'g'i nub bo'lsa, qo'ldan nima ham kelardi. Bo'ldi, endi esa uyda hozir ishni boshlaymiz. Issiqqina kartoshka do'stlar, mana men bu yerda ozgina bo'lsa ham sharoit qilib oldim uy ichida. Endi esa uxlashga yotaman. Ertalabdan esa boshqatdan ishimizni boshlaymiz va bu yerga bankomat yoki naqd pul qidirib boramiz. Balki mer yordam berar. Uyqum kelib. Tushunmadim, eshikdan kimdir. Hoy, sen bola yomon qilding. Nima? Pichoqmi qo'lingda? Ha, hozir men bilan ketasan. Qayoqqa? Hozir ko'rsataman. Yur, bu uyda yashashing mumkin emas. Qo'rqma, men seni o'ldirmoqchi emasman. Bu pichoq shunchaki hech narsa qilmasligim uchun. Ha, ya'ni qochib ketma deyman-da. Qishloqda hamma o'qlayapti. Ovozingni ham eshitishmaydi. Yur, davay. Xo'p, mayli. Lekin qochaman desang yoki biror qiliq qilsang, qara, suqib olaman pichoqni. Hoppa, yur bu yoqqa. Xo'p, mayli, boryapman. Mana bu yerga kirib chiqani. Tushunursan. Men senga ertalabga yangi uy qurib beraman. Ungacha esa shu yerda qolasan. Aqldan ozganmisan? Ey, Jitel. Nimalar deyapsan? Bo'ldi, shu yerdasan. Nima? Ana shu yerda kut men ertalabgacha. Hozir esa dam olaman. Seni o'rningda yotaman. Yotma meni o'rnimga. Tushunursan, ketib qoldi. Qayoqqa ketyapti ekan o'zi? Ha, meni uyimga, axir men 16 million so'mga sotib olgan uyga. Tushunursan, eshikni ham yopib qo'ydi. Qoyil. Mana uysiz qoldim va meni o'rmon o'rtasida bu yerda instrumentlar bor ekan-ku. Yomon emas. Men bir ish qilishim mumkin. Hozir bu yerdagi chala devorlarni buzib chiqib ketaman. Mana bo'ldi. Qani Jitel yoniga boraylik-chi, nima qilyapti ekan? Uyimga kirib oldi. Narsalarni titklayotgan bo'lsa kerak. O'rnimga yotib olmoqchimidi? Hozir meni o'rnimda bo'g'ib qo'yaman. Ya'ni meni o'rnimda yotgan joyda men uni bo'g'ib qo'yaman. Ha, shunday. Tak, qani. Sekin hozir buni ochsam ovozi qattiq chiqadi. Sekin buni sindiramiz. Bilmasligi kerak. Qani. Xo'sh. Uxlayapti shekilli. Tak, qani. Hozir ochsam eshitilmasmikin, ha? Mayli. Uxlab yotibdi, lekin ko'zlari ochiq, tushunursan. Haqiqatan ham noob. Tak, qani endi mana bu sandiqni astagina sindirishimiz kerak. Ochsak ovoz chiqadi. Sekin do'stlar. Tak, yorug'lik bag'ini yo'q qilish kerak bo'ldi. Endi ketamiz. Maktabga bordim. Tushunursan. Tak, qulflaymiz. Kim edi bu? Uyg'onib qol. Hoy, sen qulflab qo'ydingmi? Och eshikni. Ochmayman. Tushunursan, hozir men politsiya chaqiraman. Hey, uxlashga qo'yasanlarmi yo'qmi? Nima qilyapsan, yigit? Men mana bu yerdagi ahmoq noob Jitelni qamab qo'ydim. Qamab qo'yding. Ertalab axir eshikdagi, derazdagi to'siqlarni sindirayotgandingga qochib ketadi endi. Qochib ketadi. Ha. Qayoqqa? Men uni qamab qo'ydim. Derazani sindirdimi? Vobshe tomi ketgan ekan-ku, rostini ham sindiribdi. Jenurson. Jitel, men seni eshitmayapman. Jitel, eshitganim yo'q gapingni. Nima? Yozuv qo'yib qo'ydimi? Qanaqadir taxtacha qo'yib qo'ydi. Hozir borib ko'ramiz qani nima yozdi ekan. Lekin Jenurson, qorong'iga chiqim kelmayapti. Qo'rqinchli, hamma nima bo'lsa ham boramiz. Qani menda fakil yo'q, lekin gulxonni ko'tarib berishim mumkin va tak, nimadir yozuv qoldirganga o'xshaydi. Xo'sh, nima yozibdi? Pashol. Yo'q, men bungacha bo'ldi. Endi men politsiya chaqiraman. Meni haqorat qildi do'stlar. Tak, qani hozir 911 terishimiz kerak va kutamiz. Qani qachon o'tirar ekan, ha? Yo'q, ko'tarib qolsangiz-chi. Allo, politsiya eshitadi. Allo, politsiya, men 13-qishloqdaman. Meni qanaqadir Jitel orqamdan yuribdi. Meni haqoratlayapti va o'rmonda ham qamab qo'ydi. Tushunarli, manzilingiz qayerda? Qishloqdami? 13-qishloqda, tog' tepasidagi uy desangiz bilishadi. Tog' tepasiga chiqilmasa kerak. Yo'q, tog'ning tepasida emas, u yerda tepalik bor. Xo'p, tushundim, kuting. Rahmat. Hozir yetib boramiz. Qo'yil do'stlar, bo'ldi. Politsiya hozir keladi va Jitelning adabini berishadi. Faqatgina o'rmonga qochib ketgani yomon bo'ldi-da. Ha, mayli, kelaversin. Politsiya ham kelsin. Men ham shu yerda tayyor turaman va ularni yo'q qilaman hammasini. Hoy,
Hoy, sen politsiyaga qo'ng'iroq qildingmi? Kim seni kuzatyapti? Ha, shunchalik tez keldinglarmi? Ha, keldik. Mayli, yur men bilan qayoqqa? Merni yoniga. Seni xavfsizlikda ushlashimiz kerak. Xavfsizlikda? Ha, Qo'yil. undan tashqari ana u jitelni menga aytishdi. Men o'zim uni kutib olaman. Tushundingmi? Xo'p, sen chiqa ko'rma, shu yerga kir. Xo'p. Janob mer, Men shu yerda turaman. xo'p mayli, qo'yil do'stlar, politsiya keldi. Xo'sh, Men shu yerda qolsam bo'ladimi? albatta, uyga kirib bemalol dam olishing mumkin ertalabgacha o'zimiz hal qilamiz. Katta rahmat sizlarga. O'zi shu noob hammani joniga tekkandi. Mana hozir endi yaxshilab ishlaymiz. Aha, ha do'stlar, mana qishloqdagi sarguzashtlar aqldan olishi mumkin. Nimalar bo'lib ketdi-ya bir kun ichida. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, nima qilishni bilasizlar? Like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat.